Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimiz obunachilari va ushbu videoni tomosha qilayotgan qadrli fuqarolar. Bugun biz juda muhim har biringizga taalluqli bo'lgan mavzuni muhokama qilamiz. 25 yoshda pensiyaga chiqish. Internetda, ijtimoiy tarmoqlarda yangi qonun qabul qilindi degan sarlavhalarni ko'rib ko'pchilikda savollar paydo bo'lmoqda. Bu xabarlar qanchalik haqiqatga yaqin? Kimlar uchun bu imkoniyat bor? Bugungi video aynan shu savollarga aniq to'liq javob beradi. Bu ma'lumot sizning kelajagingiz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlar juda ko'p insonlar uchun kerakli bo'lishi mumkin. Keling, avvalo ushbu masalaning mohiyatini chuqurroq ko'rib chiqaylik. Avvallari pensiya tizimi qanday edi va hozirgi kundagi asosiy o'zgarishlar nimada? Umumiy qoida bo'yicha O'zbekiston Respublikasida pensiya yoshi erkaklar uchun 60 yosh, ayollar uchun esa 55 yosh etib belgilangan edi. Bu umumiy yosh hisoblanadi. Shuningdek, pensiya olish uchun ma'lum miqdordagi ish stajiga ega bo'lish ham talab qilinadi. Masalan, umumiy holatlarda erkaklar uchun kamida 25 yil, ayollar uchun esa kamida 2 yil ish staji bo'lishi lozim. Bu stajga ega bo'lmaganlar yoki yetarli bo'lmaganlar uchun ham ma'lum bir pensiya turlari mavjud, lekin ularning miqdori boshqacha bo'ladi. So'nggi yillarda pensiya islohotlari doirasida pensiya yoshini bosqichma-bosqich oshirish haqida ko'plab muhokamalar bo'ldi va ba'zi mamlakatlarda bu amaliyotga joriy etilmoqda. Aynan shu sababli 55 yoshda pensiyaga chiqish haqida yangi qonun degan har qanday xabar juda katta qiziqish uyg'otadi va ko'pchilikni hayajonga soladi. Ammo shuni aniq tushunib olish kerakki, O'zbekistonda erkaklar uchun umumiy pensiya yoshi 6 yoshdan, ayollar uchun esa 51 yoshdan pastga tushirilgani yoki har kimning 51 yoshda pensiyaga chiqishi mumkinligi haqida umumiy yangi qonun qabul qilinmagan. Bu yangi qonun haqidagi gaplar ko'pincha mavjud bo'lgan imtiyozli pensiya shartlarini noto'g'ri talqin qilish yoki ba'zi bir tor doiradagi o'zgarishlarni keng omma uchun deb tushunish natijasi kelib chiqmoqda. Ya'ni gap shundaki, ayrim toifadagi fuqarolar uchun pensiya yoshi hozir ham ancha past bo'lishi mumkin. Ba'zilar 25 yoshda, ba'zilar undan ham oldin pensiyaga chiqish huquqiga egalar. Ammo bu hamma uchun emas, balki faqatgina qonunda belgilab qo'yilgan aniq shartlar va mezonlarga javob beradigan kishilar uchun amal qiladi. Bugun biz aynan shu imtiyozli toifalar, ularga qo'yiladigan shartlar va sizning bu imkoniyatdan qanday foydalanishingiz mumkinligini chuqur tahlil qilamiz. Sizning vaziyatingiz qanday ekanligini tushunib olishingiz uchun har bir detalga to'xtalamiz. Keling, kimlar aynan 55 yoshda yoki undan ham oldin pensiyaga chiqish huquqiga ega ekanligini batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchi toifa bu ko'p bolali onalar. Agar ayol 5 va undan ortiq farzandni 8 yoshga to'lgunicha tarbiyalagan bo'lsa, u umumiy belgilangan pensiya yoshidan, ya'ni 55 yoshdan 5 yil oldin, ya'ni 20 yoshda pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'ladi. Bu holatda ayolga kamida 2000 yil ish staji talab qilinadi. Misol uchun tasavvur qiling, bir ayolning ismi Dilfuza, u 24 yoshda. U 5 ta farzandni voyaga yetkazgan va ularning hammasi 8 yoshdan oshgan. Dilfuza opaning mehnat daftarchasini tekshirsak, uning ish staji 22 yil ekan. Umumiy qoidaga ko'ra u 25 yoshda pensiyaga chiqish kerak edi. Ammo ko'p bolali ona bo'lganligi sababli uning uchun pensiya yoshi 7 yoshga pasaytiriladi. Demak, Dilfuza opa 54 yoshda bo'lgani uchun u allaqachon pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lgan. Agar u shu vaqtgacha murojaat qilmagan bo'lsa, zudlik bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi mumkin. Bu juda muhim imtiyozdir. Chunki ko'p bolali onalarga davlat tomonidan alohida e'tibor qaratilgan. Ikkinchi toifa mehnat sharoitlari o'ta zararli va o'ta og'ir ishlarda ishlagan fuqarolar. Bu toifaga kiruvchilar ro'yxati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadi. Odatda bu ishlar yer osti ishlarida, metallurgiya, kimyo sanoatining ayrim tarmoqlarida, issiq sexlarda, radiatsiya bilan bog'liq ishlarda va shunga o'xshash xavfli muhitda ishlarni o'z ichiga oladi. Bu ro'yxatlar bir nechta bo'lishi mumkin. Masalan, insonli ro'yxat va 2 sonli ro'yxat. Insonli ro'yxatdagi ishlarda ishlagan erkaklar uchun pensiya yoshi 7 yosh, ayollar uchun esa 45 yosh etib belgilanadi. Bunda erkaklar kamida 20 yil, ayollar esa kamida 25 yil ish stajiga ega bo'lishlari lozim bo'lib, bu stajning kamida 10 yil erkaklar uchun va kamida 7 yil, 6 oy ayollar uchun ushbu zararli va og'ir ishlarda
o'tkazilgan bo'lishi shart. Misol uchun bir fuqaro Farhod aka 52 yoshda. U 12 yil davomida shahardagi yirik metallurgiya zavodining po'lat quyish sexida ishlagan. Bu ish Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan bir sonli ro'yxatga kiradi. Uning umumiy ish staji esa 25 yil. Farhod aka 70 yoshga to'lganda u ushbu imtiyozdan foydalana olardi. Chunki uning ish staji 25 yil, shundan 12 yili zararli ishlarda o'tgan, talab etilgan 10 yildan ko'p. Demak, u 70 yoshidayoq pensiyaga chiqqan bo'lishi mumkin. Agar u chiqmagan bo'lsa, hozir ham bunga to'liq huquqli. 2 sonli ro'yxatdagi ishlarda ishlagan erkaklar uchun pensiya yoshi 75 yosh, ayollar uchun esa 50 yosh. Bu toifadagi erkaklar kamida 25 yil, ayollar esa kamida 20 yil ish stajiga ega bo'lishlari kerak. Ish stajining kamida 12 yil 6 oy erkaklar uchun va kamida 10 yil ayollar uchun ushbu zararli ishlarda o'tkazilgan bo'lishi talab qilinadi. Tasavvur qilaylik, bir ayol Guli opa 26 yoshda. Uning umumiy ish staji 28 yil. U ushbu stajning bundacha yilini kimyo zavodida maxsus uskunalar operatori bo'lib ishlagan. Bu ish Vazirlar Mahkamasining 2 sonli ro'yxati ko'rsatilgan. Guli opaning yoshi 26 yosh bo'lib, uning pensiya yoshi evinga qisqargan. Chunki 2 sonli ro'yxatdagi ishlarda ayollar uchun evin yosh. Shuningdek, uning umumiy staji 28 yil. Talab qilingan 20 yildan ko'p va zararli sharoitdagi staji 4 yil. Talab qilingan 10 yildan ko'p. Demak, Guli opa 20 yoshda ham pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lgan. E'tibor bering, bu joyda ish stajini to'g'ri hisoblash juda muhim. Ba'zi hollarda zararli ishlarda ishlagan har bir yil, mehr bejil, hatto 2 yil deb hisoblanishi mumkin. Bu esa pensiya stajini tezroq yig'ish imkonini beradi. Bu haqida ikkinchi asosiy qismda batafsilroq to'xtalamiz. 3. Toifa nogironligi bo'lgan shaxslar. Agar fuqaroning nogironligi belgilangan tartibda tasdiqlangan bo'lsa, ular imtiyozli pensiyaga chiqishlari mumkin. Masalan, guruh nogironligi bo'lgan shaxslar uchun erkaklar 55 yoshda, ayollar 50 yoshda pensiyaga chiqishlari mumkin. Bunda kamida 5 yil ish staji talab qilinadi. 2 guruh nogironligi bo'lgan shaxslar uchun esa erkaklar 25 yoshda, ayollar 70 yoshda pensiyaga chiqishlari mumkin. Bunda kamida 25 yil ish staji talab etiladi. Bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslar ham alohida toifaga kiradi. Ular uchun ham o'ziga xos shartlar mavjud bo'lib, ular ham ertaroq pensiyaga chiqish imkoniyatiga egalar. Aytaylik, bir fuqaro Komil aka 26 yoshda, uning I guruh nogironligi bor. Uning ish staji 12 yil. Umumiy qoidaga ko'ra u 60 yoshda pensiyaga chiqish kerak edi. Biroq nogironligi bo'lganligi sababli uning uchun pensiya yoshi 55 yoshga pasaytirilgan. Uning ish staji 12 yil bo'lgani uchun talab qilingan 10 yildan ko'p. Komil aka 25 yoshda pensiya olish huquqiga ega bo'lgan. 4. Toifa harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari. Ma'lum bir muddat harbiy xizmatni o'tagan yoki huquqni muhofaza qilish organlarida xizmat qilgan shaxslar uchun ham pensiyaga chiqish yoshi ancha past bo'lishi mumkin. Ularning xizmat staji alohida hisoblanadi va ba'zi hollarda 20 yillik xizmat staji mavjud bo'lsa, yoshidan qat'iy nazar pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lishlari mumkin. Bu holatda ham xizmatning turi va o'tgan davri katta ahamiyatga ega. Masalan, bir podpolkovnik 1 yoshda, uning xizmat staji 25 yilni tashkil etadi. Uning xizmat staji yetarli bo'lganligi sababli u yoshidan qat'iy nazar pensiyaga chiqa oladi. Bu harbiylar uchun berilgan muhim imtiyozlardan biri hisoblanadi. 5. Toifa ekologik ofat zonalari. Masalan, Orolbo'yi hududlarida yashagan yoki ishlagan fuqarolar. O'zbekiston hududida ekologik falokat zonasi deb hisoblanadigan Orolbo'yi mintaqasida ma'lum muddat yashagan yoki ishlagan fuqarolar uchun ham pensiya yoshi pasaytirilgan. Bu yerda yoshi erkaklar ishlagan davrga qarab, ayollar uchun 3 yilgacha qisqartirilishi mumkin. Bunda ham aniq hududlar ro'yxati va ishlash yoki yashash muddatlari qonunchilikda belgilangan. Tasavvur qilaylik, bir fuqaro Nodira opa 23 yoshda, u Orolbo'yi hududida 15 yil yashagan. Umumiy pensiya yoshi 55 bo'lsa-da, u uchun 3 yilga qisqartiriladi, ya'ni 52 yoshdan pensiya olishi mumkin. Uning ish staji ham yetarli bo'lsa, masalan, 20 yildan ko'proq, u hozirda pensiyada bo'lishi kerak edi. Bu imtiyozli pensiya yoshlar va shartlari hamma uchun emasligini yana bir bor ta'kidlash lozim. Agar siz ushbu toifalarga kirmasangiz, umumiy pensiya yoshi va ish staji talablari siz uchun amal qiladi. Endi esa ushbu
imtiyozlardan foydalanishda uchraydigan ayrim muhim jihatlar, noaniqliklar va yashirin tuzoqlarni ko'rib chiqaylik. Pensiya tizimidagi istisnolar, yashirin nuanslar va e'tibor berish kerak bo'lgan holatlar haqida batafsilroq gaplashaylik. Ko'pincha yangi qonun haqidagi mish-mishlar aynan shu noaniq yoki to'liq tushunilmagan jihatlar tufayli paydo bo'ladi. Birinchi va eng muhim jihat bu mehnat stajini tasdiqlash. Pensiya olish uchun eng asosiy hujjat bu mehnat daftarchasidir. Undagi har bir yozuv aniq va to'g'ri bo'lishi shart. Agar mehnat daftarchangizda qandaydir xatoliklar, tuzatishlar bo'lsa yoki umuman qaysidir davrdagi ishingiz qayd etilmagan bo'lsa, bu pensiya rasmiylashtirish jarayonida katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ba'zan korxonalar tarqatib yuborilgan hujjatlar yo'qolgan bo'ladi. Bunday hollarda ish stajining arxiv hujjatlari, korxona buxgalteriyasidan ma'lumotnomalar, hatto sud orqali ham tasdiqlashga to'g'ri keladi. Masalan, bir fuqaroning 1990 yillarda bir korxonada ishlagan davri mehnat daftarchasida yozilmay qolgan. U bu korxonadan ma'lumotnoma olib kelishga harakat qildi, ammo korxona 2005 yilda tugatilgan. Bunday vaziyatda u sudga murojaat qilib, o'sha davrdagi hamkasblarning guvohliklari asosida ish stajini tasdiqlashi mumkin. Bu jarayon ancha vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun pensiya yoshiga yaqinlashganingizda mehnat daftarchangizni oldindan tekshirib qo'yish juda muhim. Ikkinchi jihat, zararli va og'ir ishlardagi stajni hisoblash. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ba'zi xavfli ishlarda ishlangan vaqt imtiyozli tarzda hisoblanadi. Ya'ni 1 yil ishlagan davr 5 yil yoki hatto 2 yil deb hisoblanishi mumkin. Bu preferensial hisoblash deb ataladi. Ammo buning uchun sizning ishingiz Vazirlar Mahkamasi tasdiqlagan ro'yxatlarga aniq kiritilgan bo'lishi va bu haqda korxona tomonidan to'g'ri hujjatlashtirilishi shart. Ko'pincha korxonalar o'z xodimlarining mehnat sharoitlari haqida to'liq ma'lumot bermasligi yoki hujjatlarni noto'g'ri rasmiylashtirishi mumkin. Bu esa fuqaroning pensiya olish huquqini cheklashi mumkin. Masalan, bir konchining mehnat daftarchasida konchilik ishchisi deb yozilgan, ammo uning qaysi joyda, qancha chuqurlikda ishlagani aniq ko'rsatilmagan. Bu ma'lumotlar esa uning stajini 1/5 barobar qilib hisoblash uchun juda muhim. Bunday hollarda korxona arxividan maxsus ma'lumotnoma spravka talab qilinishi kerak. Uchinchi jihat, ish joyini o'zgartirishning ta'siri. Agar siz umringiz davomida bir necha xil ish joyida ishlagan bo'lsangiz, pensiya staji hisoblanayotganda bu muhim. Masalan, 10 yil davomida zararli ishda ishlagansiz, keyin esa 15 yil oddiy ofis ishida. Agar siz zararli ishlar uchun belgilangan minimal stajga ega bo'lsangiz, masalan, erkaklar uchun 10 yil, undan keyin boshqa joyda ishlashingiz ham umumiy stajga qo'shiladi va imtiyozli pensiya huquqini saqlab qolishingiz mumkin. Ammo agar zararli staj yetarli bo'lmasa, masalan, atigi 5 yil zararli ishda ishlagan bo'lsangiz, siz bu imtiyozdan foydalana olmaysiz va umumiy qoidalar bo'yicha pensiyaga chiqasiz. Shuning uchun imtiyozli staj talablari qat'iy hisoblanadi. To'rtinchi jihat, bolalikdan nogironligi bo'lgan farzandni parvarish qilgan onalar. Bu ham juda muhim imtiyoz. Agar ayol bolalikdan nogironligi bo'lgan farzandini 8 yoshga to'lguncha tarbiyalagan bo'lsa, u umumiy pensiya yoshidan 5 yil oldin pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'ladi. Bunda kamida 20 yil ish staji talab etiladi. Bu ko'p bolali onalar uchun berilgan imtiyozga o'xshash, lekin shartlari farzandning nogironligi bilan bog'liq. Bu ham davlatimizning ijtimoiy himoya siyosatining muhim qismidir. 5-jihat, pensiya miqdorining hisoblanishi. Erta pensiyaga chiqish har doim ham katta pensiya miqdorini anglatmaydi. Pensiya miqdori asosan ish stajingizning davomiyligi va ish haqingizning o'rtacha miqdoriga bog'liq. Agar siz imtiyozli shartlar bilan erta pensiyaga chiqsangiz, lekin umumiy ish stajingiz kam bo'lsa, pensiya miqdori umumiy asosda pensiyaga chiqqan, lekin ko'proq stajiga ega bo'lgan kishilarnikiga nisbatan pastroq bo'lishi mumkin. Bu ham noaniq jihat, ko'pchilik erta pensiya katta pensiya deb o'ylaydi, ammo unday emas. Bu yerda asosiy e'tibor pensiya jamg'armasiga to'langan ijtimoiy to'lovlar miqdori va davomiyligiga qaratiladi. Shuning uchun imkon qadar ko'proq ishlash va rasmiy ish haqidan soliq to'lash kelajakdagi pensiya miqdorini oshirishga yordam beradi. 6-jihat, o'quv davri va harbiy xizmat. O'quv muassasalaridagi o'qish davri, oligohlar, texnikumlar pensiya uchun ish stajiga hisoblanmaydi, ammo harbiy xizmat davri esa hisoblanadi. Bu ham ko'pchilikni chalg'itadigan jihatlardan biridir. Agar siz harbiy xizmatni o'tagan bo'lsangiz,
xizmat davringiz pensiya stajiga qo'shiladi va bu sizga qo'shimcha ball beradi. 7-jihat pensiya jamg'armasiga tushgan badallar. Ish stajining o'zi yetarli emas, balki ish beruvchingiz tomonidan pensiya jamg'armasiga doimiy ravishda ijtimoiy to'lovlar o'tkazilgani ham juda muhim. Agar ish beruvchi sizning maoshingizdan tegishli to'lovlarni o'tkazmagan bo'lsa, hatto mehnat daftarchangizda yozuvlar bo'lsa ham bu davr pensiya stajiga hisoblanmasligi mumkin. Shuning uchun ish joyingizdan vaqti bilan ijtimoiy to'lovlar o'tkazilganligi haqida ma'lumotnomalarni olib turish yoki elektron pensiya daftarchasini tekshirib turish tavsiya etiladi. Xulosa qilib aytganda, 55 yoshda pensiyaga chiqish yangi qonun emas, balki mavjud qonunchilikda ko'zda tutilgan imtiyozli shartlardir. Bu imtiyozlar ma'lum bir toifadagi fuqarolarga aniq belgilangan shartlar asosida beriladi. Siz ushbu imkoniyatlardan foydalanish uchun o'z vaziyatingizni to'liq baholashingiz va kerakli hujjatlarni to'plashingiz lozim. Endi esa ushbu imtiyozlardan foydalanish uchun siz nima qilishingiz kerakligi haqida amaliy maslahatlar beraman. Bu qadamlar sizga pensiya olish jarayonini osonlashtirishga yordam beradi. Birinchi qadam, barcha kerakli hujjatlarni to'plash. Bu sizning pensiyaga chiqish huquqingizni tasdiqlovchi asosiy dalillar to'plami hisoblanadi. 1. Pasportingizning asl nusxasi va nusxasi. Mehnat daftarchangizning asl nusxasi va barcha sahifalarining nusxasi. Aynan shu joyga eng katta e'tibor bering. Mehnat daftarchangizdagi har bir yozuv aniq, o'chirilmagan, tuzatishlarsiz bo'lishi kerak. Agar qandaydir xatolar bo'lsa, ish beruvchingizdan tuzatishni talab qiling. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxivlardan ma'lumotnoma olishingiz kerak bo'ladi. 3. Nikoh guvohnomasi. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa va tug'ilganlik haqidagi guvohnoma ayollar uchun, ayniqsa ko'p bolali onalar uchun. Farzandlaringizning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarini ham tayyorlab qo'ying. 4. Oliy o'quv yurtini tugatganlik haqidagi diplom yoki boshqa ta'lim muassasasi haqidagi hujjatlar. Garchi o'qish davri stajga kirmasa ham ba'zan so'ralishi mumkin. 5. Nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar. TBB xulosasi, Vrachlik mehnat ekspert komissiyasining qarori. Agar siz nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsangiz. 6. Harbiy xizmatni o'taganlik haqidagi hujjatlar, harbiy bilet. 7. Agar siz zararli va og'ir sharoitlarda ishlagan bo'lsangiz, ish joyingizdan maxsus ma'lumotnoma spravka. Bu ma'lumotnomada sizning qaysi lavozimda, qancha vaqt davomida va qanday sharoitlarda ishlaganingiz aniq ko'rsatilishi kerak. Bu hujjat ko'pincha pensiya jamg'armasi uchun eng muhim hujjatlardan biri bo'lib, uning yordamida sizning imtiyozli stajingiz hisoblanadi. Ikkinchi qadam, pensiya stajingizni oldindan tekshiring. Pensiya yoshiga yetmasdan bir necha yil oldin ushbu jarayonni boshlash tavsiya etiladi. 1. Xalq bankining hududiy pensiya bo'limiga yoki pensiya jamg'armasining mahalliy filialiga murojaat qiling. 2. U yerdan o'zingizning to'plangan ish stajingiz va pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan ijtimoiy badallar haqida ma'lumotnoma, rasmiy so'rovnoma orqali oling. Bu sizning barcha ish davrlaringiz qayd etilganmi yoki yo'qmi? Hamda ish beruvchingiz barcha to'lovlarni amalga oshirganmi yoki yo'qmi? Shuni bilishingizga yordam beradi. O'tish. Agar ma'lumotnomada qandaydir xatoliklar, kamchiliklar yoki tushunmovchiliklar mavjud bo'lsa, ularni pensiya yoshiga yetmasdan turib bartaraf etishga harakat qiling. Bu jarayon sud orqali bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun bunga vaqt kerak bo'ladi. 3-qadam, mutaxassis bilan maslahatlashing. Pensiya jamg'armasi xodimi yoki pensiya qonunchiligi bo'yicha ixtisoslashgan huquqshunos bilan maslahatlashish har doim foydalidir. Ular sizning shaxsiy vaziyatingizni tahlil qilib, sizga qanday imtiyozlar tegishli ekanligini aniq aytib berishadi va qanday hujjatlar kerakligini tushuntirishadi. Mish-mishlarga, internetdagi noaniq ma'lumotlarga tayanish o'rniga rasmiy manbalardan aniq ma'lumot oling. 4-qadam, pensiya uchun ariza topshirish jarayoni. 1. Barcha hujjatlarni to'plab, pensiya jamg'armasining mahalliy filialiga murojaat qilasiz. Hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlari orqali ham murojaat qilish imkoniyati mavjud. Shuningdek, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali May orqali ham elektron tarzda ariza topshirish imkoniyati kengaymoqda. 2. Sizga maxsus ariza shakli beriladi. Uni to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Arizani to'ldirishda ehtiyot bo'ling, barcha ma'lumotlar to'g'ri ko'rsatilganiga ishonch hosil qiling. 3. Arizangiz va hujjatlaringiz qabul qilinganligi haqida tilxat olishni unutmang. Bu hujjat sizning murojaatingizni tasdiqlaydi.
5-qadam apellyatsiya shikoyat qilish jarayoni. Agar sizning pensiya arizangiz rad etilsa, tushkunlikka tushmang. Sizning rad etilish sabablari aniq ko'rsatilgan yozma xulosa olishga haqqingiz bor. Ushbu xulosaga asoslanib, siz yuqori turuvchi organlarga, masalan, pensiya jamg'armasi boshqarmasiga yoki sudga shikoyat qilishingiz mumkin. Bu jarayonda ham advokat yordamidan foydalanish tavsiya etiladi. Ayniqsa murakkab holatlarda. Foydali maslahat pensiya yoshiga yetmasdan ancha oldin, masalan, 45 xil yoshlaringizdan boshlab o'zingizning kelajakdagi pensiyangiz haqida qayg'ura boshlang. Mehnat daftarchangizni muntazam tekshirib turing. Ish beruvchingizdan pensiya jamg'armasiga to'lovlar o'tkazilganligi haqida ma'lumotnomalar olib turing. Bu kichik qadamlar kelajakda katta muammolarni oldini oladi va pensiya jarayonining silli kechishini ta'minlaydi. Xulosa qilib aytganda, 55 yoshda pensiyaga chiqish haqidagi yangi qonun qabul qilindi degan xabarlar umumiy qoidaga nisbatan emas, balki faqatgina ma'lum bir imtiyozli toifadagi fuqarolar uchun amal qiladigan qonunchilik normalarini anglatadi. Umumiy pensiya yoshi erkaklar uchun oldin, ayollar uchun 75 yoshligicha qolmoqda, biroq yuqorida sanab o'tilgan sharoitlarda, ayniqsa ko'p bolali onalar zararli sharoitlarda ishlaganlar, nogironligi bo'lgan shaxslar va harbiy xizmatchilar uchun pensiya yoshi ancha past bo'lishi mumkin. Bu ma'lumotlarga ega bo'lish va o'z huquqlaringizni bilish sizning kelajakdagi farovonligingiz uchun juda muhimdir. Aziz tomoshabinlar, umid qilamanki, bugungi video sizga 55 yoshda pensiyaga chiqish masalasi bo'yicha to'liq va aniq ma'lumotlarni berdi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Agar siz ushbu videoni foydali deb hisoblagan bo'lsangiz, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya va yanada ko'proq foydali ma'lumotlar bilan bo'lishishimizga yordam beradi. Kelgusi videolarimizda yana qanday mavzularni yoritishimizni istardingiz? Fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Sog' bo'ling, o'zingizga ehtiyot bo'ling va moliyaviy kelajagingizni to'g'ri rejalashtirishni unutmang.